Qo'shnilarim ham aytayapti, tekis yuryapsizmi deb so'rab qolyapti-da. Avval faqat qiyshayib yurganman-da. Men Samarqand shahridan Sulaymonova Hafizaman, 62 yoshdaman. Meni bu kasal bo'lganimga 10 yildan oshdi. Mana больницаlarda yotdim, Samarqandda, Toshkentda. Hech foydasi bo'lgan yo'q-da. Shu kelaman, og'rib qolaman. Bu Bioflex'ni Mehr Bekjanovaning reklama qilayotganini ko'rib, olishni xohladim-da. Birinchi oyda ozgina sezildi, ikkinchi oyda sezildi. Hozir meni bemalol o'tirib turibman, men yuraman. Qo'shnilarim ham aytayapti, tekis yuryapsizmi deb so'rab qolyapti-da. Avval faqat qiyshayib yurganman-da. Tizzamda og'riq edi. Grijam bor men bu yerda. Men bitta tizzamda yemirilish bor edi-da. Men больницада ko'p yotdim. Avval bir mahsulotlar ichuvdim. Bundan 3 yilmi 4 yil oldin. U hech oyog'imga hech ta'sir qilgan yo'q-da. больницада Samarqandda ham ko'p yotdim, Toshkentda yotdim. U yoqda gormon qilgan. Borgan kunim yaxshi bo'lganman. Chiqib kelaman uyga, yana shu avvalgidek og'riq. Hozir yaxshi, uxlashlarim yaxshi. O'zgarish sezdim. Yurishimda qo'shnilarim aytayapti, "Opa, yaxshi yuryapsiz. Siz davolanib keldingizmi? Ko'rmay qoldingiz. Endi sovuq chiqmayapman-ku uydan." Men shu tizzamda, men shu yerda yemirilish bor. Men shu yerda chuqur edi-da. Hozir ozroq to'lganda. Bu oyog'imda ham bor. Lekin men Toshkentda yotganimda aytdi, "Hamma joyingizni yaxshi qilamiz, opa" dedi, lekin men buni dedi travmatologga ko'rsatish kerak dedi. Buni travmatolog operatsiya yo'li bilan davolaydi dedi. Men lekin travmatologga bormadim, qo'rqdim-da. Lekin men shunday tura olmasdim-da men. Men shunday hozir bemalol turaman. Ba'zi ushlab turaydim men shunday qilib. Endi qancha pullarga davolanyapman-ku. Pensiyadasan, ular aldaydi, olma dedi lekin xo'jayinim. Hozir bugun ham aytib o'tiribdi, kelmaydi ular. Seni aldaydi ular, mashinnik. Lekin hech kim mashinnik emas, yaxshi, men shuni foydasini bildim-da hozir. Xursandman shuni. Avvalgi yurishimni ko'rsataymi? Avvalgi yurishimni ko'rsataymi? Men shunday yuraydim. Men shunday yuraydim. Bir oy foydalanganimdan keyin shu yaxshi ijobiy ta'sirini sezdim. Ikkinchi oyda yaxshiroq sezdim. Uchinchi oyga mana oldim yana. Men o'zim Mehr Bekjanovaning gapirganini ko'rib ishondim-da, shu ayolga ishondim-da. Yaxshi ko'raman. Shu men bilan barobar bo'lsa kerak, Mehr Bekjanova ham oyog'im og'riydi degan gaplarni eshitgandim-da. Shu reklama qilgandan keyin xo'jayinim olma dedi. Yo'q, olaman dedim. Bir marta olib ko'ray, ichib ko'ray. Endi qancha pullarga davolanyapman-ku. Pensiyadasan, ular aldaydi, olma dedi lekin xo'jayinim. Hozir bugun ham aytib o'tiribdi, kelmaydi ular. Seni aldaydi ular, mashinnik. Lekin hech kim mashinnik emas, yaxshi, men shuni foydasini bildim-da hozir. Xursandman shuni. O'qituvchi edim-da. Undan oldin Gunglar internatida edim. Internatda yaxshi edim. Medkollejga o'tdim. Pensiyadan oldin 50 yoshda chiqaman desam, pensiya shu yil 55 yoshdan bo'lib qoldi. Endi shunchalar qiynaldim. U yoqda uvoqlar yomon qasirlaydi. Shunday yursam qasir etib ketaydi-da. O yoqda 10 yildan beri azob chekyapman-da shu kasal bilan. Lekin men sezdim shu. Asta men 3 kunda sezganim yo'q, 15 kunda sezganim yo'q. Bir oyda sezdim. Endi men yoshim katta bo'lgani uchun shundaymi? 10 yildan oshib ketdi. Shu katta kelinimni olganimda to'yda og'riq qoldiruvchi qo'llab boruvdim-da. Shu mahsulotni ishlab chiqarganlarga ham, tavsiya qilayotganlarga ham hammasiga rahmat. Hamma vrachlarimiz ham, shu telefonda gaplashayotgan qizlarimiz ham hammasi sog' salomat bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'lib yuraylik. Amin.